Bugungi kunda Ipoteka bank OTP Group ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash hamda hamkorlik aloqalari doirasidagi tashkilotlar faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan loyihalarda faol ishtirok etmoqda. 2025-yil bank uchun strategik muhim va ahamiyatli qadamni qo'yishdan boshlandi. 20-mart kuni sog'liqni saqlash tizimiga 10 ta BYD Sejul rusumidagi yengil avtomobillar tantanali topshirildi. Tadbirni Ipoteka bank OTP Group boshqaruv raisi Sandro Retveladze ochib berdi. U bank ushbu homiylik yordami orqali yurtimizda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini yuksaltirishga hissa qo'shayotganidan mamnunligini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Elmira Bositxonova ham so'zga chiqib, ushbu avtomobillar aholiga tez va qulay xizmat ko'rsatishda katta yordam berishini ta'kidladi. Да, мы уже много lет сотрудничаем с Министерством здравоохранения. Biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan ko'p yillardan buyon hamkorlik qilib kelamiz. Bugun Sog'liqni saqlash vazirligini qo'llab-quvvatlash uchun yana bir qadam tashlashga qaror qildik va soha xodimlariga tez yordam xizmatida foydalaniladigan 10 ta BYD avtomashinasini sovg'a qildik. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarga avtomobillar kalitlari topshirildi. Avval elektromobillar sohamizda yo'q edi. Hozir shu test sifatida hozir ko'riladi. Test natijalariga ko'ra xulosa qilinib, shu elektromobillarni kengaytirish, ya'ni elektromobillarni ko'paytirish masalasi ham ko'riladi. Tez tibbiy yordam sohasida asosiy me'yorlardan biri bu tez va o'z vaqtida yetib borish, chaqiruvlarga o'z vaqtida yetib borish. Aynan shu elektromobillar shu me'yorga mos kelgan holda xalqimizga xizmat qiladi. Tez meditsinалық жәрдем орай Қарақалпақстан филиалына бүгін Ипотека банк тарапынан қауендерлік сипатында мына BYD автомобиль машиналар беріліп жатырды. Тез медициналық жәрдемнің сипатын асыру hamda бұл автомобильдер электромобиль болғанлығы себеплі атрап орталықтың тазалығына hamda халыққа көрсетіліп жатқан медициналық қызметтің сипатын және де асыруға қызмет етеді деп ойлаймын. Ushbu hodisa tibbiyot sohasida Ipoteka bank OTP Group tomonidan hamkorlik munosabatlari doirasida amalga oshirilgan xayrli ishlarning bir qismidir. Bugungi kunda markazning 14 ta hududiy filiallaridagi 65 ming nafar xodimlarga moliyaviy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Ipoteka bank OTP Group o'z hamkorlariga doimiy tarzda yuqori xizmat turlari, jumladan past foizli mikroqarzlar, ipoteka kreditlari, depozitlar, bepul xorijiy bank kartalari kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.